aroq ichib olsa, oyimni quylashni boshlaydi. Bo'ldi, Ahmad, yetadi. O'tir 5. Xo'p, rahmat. Xo'sh bolalar, davom etamiz. Bugungi berilgan vazifa mening oilam mavzusida. Xo'sh, kim tayyorlanib keldi? Shermatov, bugungi darsga tayyormisan? Yo'q. O'tir 2. Qodirova, chiq. Biza oilada 3 kishimiz, lekin yaqinda meni ukam bo'ladi. Adam oyimga bunisi o'g'il bo'lish kerak dedilar. Adam bilan oyim urushib qolishganda, oyim meni olib dodam bilan biznikiga ketadi. Urushmagan vaqtlari uyda o'tiradilar. Adamning ismlari Farhod, lekin hamma ularni Fari deb chaqiradi. Ilfar, sen adang kim bo'lib ishlaydi? Kim bo'lib ishlashlarini bilmayman, lekin ertalabdan kechgacha ishda bo'ladilar. Suka, meni hurmat qilmayapsanmi? Men senga nima dedim? Pullarni joyiga qo'yib qo'ygin degandim. To'g'rimi? Qara aka, faqat urmang. Joyiga qo'yaman, dakapega qo'yib qo'yaman. Joyiga faqat urmang. Joyiga. Hop. Tushundingmi, qo'yasan. Hop, qara aka, hop. Adamni hamma yaxshi ko'radi, chunki adam bilan aylanib yursa, menga shirinliklar, o'yinchoqlar sovg'a qilishadi.